Ana Shofirkon tumani telekompaniyasi telefonlar nimasi stalbasi o'yini oldiga bir 5 yil bo'ldi. Murojaat ham qildik. Boshlig'iga ham kirdik. Ana shuni mana xonadonni o'yini oldiga qiyshayib yotibdi ana. Bir yiqilsa odamni o'ldiradi, yo mayib qiladi. Tolorlarni nima qilib ana bu yoqdan kelayotgan simlarni ham tortib ketadi bu. Hech bir kishi shunga e'tibor ham qilmaydi. Aytgan kishim ham qolmadi, aytmagan kishim ham. Uni kimga murojaat qilishni ham bilmayman.